Assalomu alaykum azizlar, bormisizlar, omonmisizlar? Azizlar, Xudo xolisa mana shu qabristonga, mana shu joyga shunday Qur'on o'qib o'tiriladigan joy qilinyapti. Azizlar, bu yerda ish boshlandi. Bu yerda bitta katta homiyimiz yo'q. Homiylarimiz sizlarsizlar azizlar. Sizlardan iltimos qilib qolardik. Uyimizni qasr qilavermasdan keladigan joyimizni ham qasr qilib jicha harakatini qilib qo'yaylik azizlar. Chunki ertaga biz o'tganimizdan keyin uyimizda qasr narsamizdan bitta narsasini ham olib kela olmaymiz. Kelinglar shu joyda shu abadiy qoladigan joyimizni ham jicha obod qilib Alloh taologa bergan va'dangizni eslab qo'ying-da. Allohim menga boyliklar bersin, ehsonlar qilishlarga, shunaqa masjidlar qurilishlariga, qabriston qurilishlariga yordam beraman deb va'da berganmiz hammamiz. Bir o'ylab qo'ying. Hech bo'lmasa kechki payt yotgan paytingizda, jimjitlik paytda o'ylab qo'ying. Shu va'dani albatta bergansiz-da. Shu va'dangizga amal qiladigan payt keldi. Xudo xolisa shu joyga hissangizni qo'shing, akalar, ukalar, opa-singillar. Pulimiz oz, ko'p demanglar. Mashhur bo'lishdan qat'iy nazar. Shu hozir plastik karta raqam qo'yib qo'yamiz. Kamoldan qorini o'zini telefon raqami bilan plastik kartalarini qo'yib qo'yamiz. Alloh rozi bo'lsin. Shu xizmat qilayotgan mahallamizga aka-ukalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Bu joyda opa-singillarimizga ham imkoniyat bor. Mashina akalarimiz adetiga shirinliklar, ovqatlar qilib bersanglar ham bo'laveradi. U imkoniyat sizlarda ham bor. Yoki bo'lmasa uni ham qila olmaydigan bo'lsangiz, plastik karta raqamga g'oyibona shunga ehson qo'ying. Alloh rozi bo'lsin. Yoki bo'lmasa pul akib bermoqchi bo'lsangiz ham Kamolon qoriga aloqaga chiqinglar. Sizlardan iltimos qilamiz. Sizlar bilan birgalikda katta masjid qurganmiz azizlar. O'ylab ko'ringlar-da. Xudo xolisa masjid shu joyga ozgina qurilish bo'ladi, xudo xolisa. Shuning uchun iltimos qilardim. Akalar, ukalar, opa-singillar, qo'linglardan kelgancha yordam qilinglar. Bu hashar yo'li bilan qilinyapti. Mana akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Har kuni chiqishib shunaqa ishlar qilyapsiz. Hech bo'lmaganda vaqtingiz bo'lsa, kelib shu joyda ozgina bo'lsa ham ishlab keting. Azizlar, iltimos qilardim. Bilib bilmasdan kimgadir qattiq gapirib qo'ygan bo'lsa, kimgadir bu gapimiz tegib ketgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Lekin o'ylab ko'ring-da, to'g'rirog'i shu. Baribir shu joyga kelamiz. Shu joyda shunday o'tirib, mashtomonga qarab Qur'onlar o'qilganda shunday duo bo'ladi. Allohim shu joyga ehson qilgan insonlarga ham o'zing rahmatingga olgan bo'lgin. Savoblardan borsin shu insonlarga deb albatta duo bo'ladi. Shu duo har kuni sizga ham borib turishini xohlasangiz, shu joyga imkoniyat darajasida ehsoningizni qilib qoling, iltimos azizlar. Azizlar, shu joyda yana bir iltimos bor edi, savdogar aka-uka opa-singillarimizga. Shu joyda ishlayotgan ustakalariga, masalan, Alloh rozi bo'lsin, Oybek akam o'zidan olaylik. Oybek akam Alloh rozi bo'lsin. Aka, men aytaman-da, mana masjidda har kuni qozon ochilyapti. O'zi bo'lmaydi, aka. Bo'lmaydi. Hatto qassob aka-ukalarimizga ham go'shingiz bormi, guruchingiz bormi, sabzingiz bormi? Mana yo'lni bo'yi har kuni o'tyapsiz-da. Bunday qilib o'tib ketmang. 5 kilo guruch bo'lsa ham tashlab keting. Oson emas bu ishlar. Akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Ayniqsa mana shu akalarimni juda hurmat qilaman. Hammamiz juda qattiq hurmat qilishimiz kerak. Chunki otangiz o'lganda kirgani qo'qaman degan vaqtlaringizni o'ylab ko'ring. Mana shu akalarimiz yuvgan, mana shu akalarimiz qo'ygan. Bularga hurmatimiz juda baland bo'lishi kerak. Xolis Alloh uchun xizmat qilishadi hatto. Mana shu akalarimni rosa hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Umrot akamlar hatto, Oybek akamlar shogirdlari bilan. Aka. Dadasini yuvgan qo'qqan insonlarni ko'rganmiz, to'g'rimi aka? Mana shu akalarimiz, mana shu hoji akalarimiz kirib yuvish kerak. Alloh rozi bo'lsin. Oxiriga borar, kelar joyimiz shu. Va yana bir aytaman, qiyomatgacha Xudo xohlasa mashg'ulliklar bitib qolsa, duo borib turadi shu ishlarni qilishga sababchi bo'lgan insonlarning haqqiga. Alloh rozi bo'lsin. Shuning uchun guruchingiz bormi, noningiz bormi, go'shingiz bormi, berib keting. Shu joydan o'tib ketyapti hech bo'lmasa. Alloh barchamizdan rozi bo'lsin. Hoji akalarimizdan ham mana har bir narsani yozadi. Alloh rozi bo'lsin. Shuning uchun iltimos qilardik. Befarq bo'lmanglar, iltimos azizlar. Plastikka iltimos tushringlar yoki bo'lmasa naqdingiz bo'lsa ham berib keting, iltimos. Sog' bo'linglar. Sizga bo'lsin ummatingizdan durud salovat Muhammad. Yo Habibim, yo Muhammad, yo Rasulim, yo Muhammad. Siz
bo'lsin